Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv kanalimizga xush kelibsiz. Rahmat bolajon. Rahmat, sog' bo'linglar. Qani kelinglar, o'tiraveringlar. O'tiringlar, sразу gulni berib o'tinglar stolga. Rahmat. O'lmas gullardan. Rahmat, qalaysan bola? Yaxshimisan? Sразу к столу, сразу к столу. Hayat! Sразу bolalarni olib o'ting. O'tiringlar bolalarim. Keyin sal turib ko'rishamiz, a? Это наш fan-klub, da. Keyin bolam. Hozir men hali boshlamadim programmani, boshlayapsan menga. Hozir meni qoshimni bunaqa qilma. O'tir. Так, давай садись. Это что такое? Tarqataveringlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bormisizlar? Bugun Meyranshoh Bilol aka deb gapiraman men jurnalistga. Bilol aka yordamda. Вот. Juda ham xursandman yana ko'rishganimizdan. Bugungi kunda men bilaman, oldini olib aytay. Avvalab ming bor uzr. Ikkita xizmat bor edi, o'tkazib keyin keldi. O'sha 5 minut kech qoldim. Uzr so'rayman uning uchun. Hamada nima deb undan ham so'rashni boshlasiz. Sira aytaman, Malikdan so'raysizlar. Malik yozgan qo'shiq. Meniki Ramazonda ikkitasi ham slow bomba qo'shiqlarim. Aytaman, qochaman, fikr qiling, o'tiraverasizlar. Вот. Ramazonda boshrog'ida xudo xolasa ana qilamiz, bittasini o'rtarog'ida zeriktirmaymiz xudo xolasa. Allohning izniyle inshaalloh. Sizlar tinchmisizlar, bormisizlar? Mana shunaqa ijod ham konsertga tayyorgarlik, ham premyera davom etsin degan maqsadda mana shu hozircha premyerani qilib, kayfiyat bag'ishlab qiltiribmiz. Endi shu narsaga ro'z Ramazon oldi berganimiz yoshlar bor, teenagerlar juda ham ko'p. Mana shu qo'shiq bilan ovora bo'lib turishsa, biz bilan birgalikda Yulzapasini pomadasi bilan yursa, ishonaveringlar, ro'za tutib yomon bo'lmaydi. Yulzapani qo'shiqlarni tagida. Qamchi demayman, yaxshi. Juda xursand bo'lyapmiz dedi. O'tgan gal Dubayda prezentatsiya o'tkazganingizdan keyin qo'rquvdik. Endi Yulzapa hamma prezentatsiyalarini chet elda qilar ekan, shu O'zbekistonda qilmas ekan. Yo, endi ham dam olishga bordim. Ham nima deydi? Prezentatsiyani ham o'tkazib oldik-da, bekor qolmasin degan maqsadda. Rosa chiroqni yaxshi ko'raman-da. Ol bolam chirog'ingni. Meni borimcha qabul qilaverlar. Bu o'chir bolajonim. O'chir. Bu ham sayohat, ham sayohatda endi men sayohatga ketdim. Kelganimdan keyin bo'ladi desam bo'lardi. Unaqa bizani yo'l qo'ymadi. Это как положено davom etaverish kerak. Traditsiya-da. Shu maqsadda qildim. Hozir aytishdi, aylantirib jurnalistga ko'rsatganingiz ko'plab qizlar, yigitlar ko'rdik. Bular konsert dasturidagi ishtirokchilarmi, kimlar? Mehmonlarim. Bu qizimni taniysizlar, zajigalkamiz. Bitta zajigalkam Kiprga ketib qolgan. Ali opasi bilan. Manangiz bilan, mana qizlarim Sabina bilan. Voy, o'ylay oting. Voy, o'ylay saniki Aziza. Aziz qizim. Aziza bilan Sabinchka bular zajigalkalarim. Bitta tumor guruhi o'tiribdi. Tumor guruhi современный o'yinlarni ham berib ko'ryapmiz. Chunki Navro'z o'ynaydi современныйga. Любойni bersang o'ynaydi. Men Navro'z bilan hozir anaqa tumor bilan endi современныйlarni ham berib, anaqa qilib, sekin-sekin o'sib anaqa qilyapmiz. O'zbekchaga kuchli bular juda ham. Konsert dasturidan avval prezentatsiyani balki to'xtatib prezentatsiya bilan dastur bilan bo'ladimi dedik. Biz juda ham xursand bo'lyapmiz. Dastur ichida ham ketyapti biz studiyada biz. Endi bir 4 kun, 5 kundan keyin yozib olamiz-ku anaqalarni. Jonlilarda yozib olish kerak-da. U hali studiyaga qaytib kelish qiyin emas.